Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Kasalxonada qariya odamni yoshi katta, navbat yo'q. Yo'llanma noto'g'ri. Endi yangi qoida chiqdi degan bahonalar bilan davolashmayaptimi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, buvi-buva, keksa qarindosh bor. Eng xavflisi shundaki, ko'p odamlar o'z huquqini bilmagani uchun eshikdan qaytib ketadi, vaqt yo'qotadi, kasallik og'irlashadi. Shuning uchun hozir aytadiganlarimni diqqat bilan eshiting. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu faqat bitta odamning muammosi emas, butun jamiyatning og'rig'i. Men avvalo bir narsani aniq aytaman. Hech bir tibbiyot muassasasi insonni faqat yoshi kattaligi uchun davolashdan bosh tortishi mumkin emas. Qariya odam ham bemor, uning ham tibbiy yordam olish huquqi bor. Lekin amaliyotda odamlar boshqa holatga duch keladi. Masalan, 72 yoshli otani poliklinikadan shifoxonaga yuborishadi. Shifoxonada esa joy yo'q deyishadi. 18 yoshli onada qon bosimi 200 ga chiqadi, tez yordam keladi. Lekin ertaga oilaviy shifokorga boring deb ketadi. 9 yoshli bola nafas qisishi bo'ladi. Qabulxonada esa avval analiz topshiring, keyin ko'ramiz deyishadi. Ilgari ko'p oilalar bitta yo'lni bilar, bemor yomonlashsa tez yordam chaqiriladi yoki shifoxona qabul bo'limiga olib boriladi. Shifokor ko'radi, kerak bo'lsa yotqizadi, kerak bo'lmasa uyga davolanish yozib beradi. Hozir esa ko'p joylarda tartib kuchaygan. Yo'llanma, elektron ro'yxat, oilaviy shifokor xulosasi, tuman darajasidagi tekshiruv, navbat, kvota, profillar bo'yicha ajratish, ixtisoslashgan markazga yo'naltirish kabi bosqichlar paydo bo'lgan. Mana shu bosqichlarni odamlar yangi qo'ydi deb tushunadi. Aslida bu tartibning maqsadi bemorni saralash. Ya'ni kimga shoshilinch yordam kerak, kim rejali davolanishga boradi, kim poliklinikada davolansa bo'ladi, kim maxsus markazga yuborilishi kerak, shuni aniqlash. Lekin muammo shundaki, bu tartib noto'g'ri tushuntirilsa yoki noto'g'ri qo'llansa, odamlar zarar ko'radi. Qariya bemor qabulxonada sarson bo'ladi. Qarindoshlari nima talab qilishni bilmaydi. Ayrim xodimlar og'zaki javob bilan qaytaradi. Men bugun sizga aynan shu joylarni birma-bir tushuntiraman. Agar keksa odamda hayot uchun xavfli belgilar bo'lsa, hech qanday navbat, yo'llanma, joy yo'q degan gap birinchi o'ringa chiqmasligi kerak. Bunday belgilarga ko'krakda kuchli og'riq, nafas yetishmasligi, hushdan ketish, qo'l oyoqning birdan ishlamay qolishi, gapira olmaslik, yuzning bir tomonga tortilishi, qon bosimining juda yuqori ko'tarilishi, to'xtamaydigan qon ketish, kuchli qorin og'rig'i, siydik chiqmay qolishi, qandli diabetda hushning buzilishi, yuqori isitma bilan holsizlik, yiqilib suyak sinish gumoni kiradi. Men bunday vaziyatda oilalarga birinchi maslahatni beraman. Kutmang. Tez yordam chaqiring yoki eng yaqin shoshilinch qabul bo'limiga boring. Masalan, 70 yoshli erkak kishida kechasi ko'krak qafasida bosuvchi og'riq paydo bo'ldi. Chap qo'lga tarqadi, sovuq ter bosdi. Bu holatda ertalab poliklinikaga boramiz deyish juda xavfli. Bu yurak xuruji bo'lishi mumkin. Bunday bemorga elektrokardiogramma, qon tahlili, kislorod, og'riqni kamaytirish, yurak faoliyatini kuzatish kerak bo'ladi. Agar qabulxonada kardiolog yo'q, ertaga keling deyishsa ham siz bemorning ahvoli shoshilinch, yozma ko'rik va rad etish sababini bering deb talab qilishingiz kerak. Odatda yozma javob so'ralganda mas'uliyat darhol boshqacha bo'ladi. Yana bir misol, 70 yoshli ayolda yuzning bir tomoni qiyshaydi, tili chalg'idi, o'ng qo'li kuchsizlandi. Bu insult belgisi bo'lishi mumkin. Insultda vaqt oltindan ham qimmat. Birinchi soatlar ichida ko'rilgan yordam keyingi hayotni belgilaydi. Odam yurib ketadimi, gapira oladimi, yotib qoladimi? Hammasi vaqtga bog'liq. Bunday vaziyatda hech kim avval oilaviy shifokordan yo'llanma olib keling deb vaqtni cho'zmasligi kerak. Shoshilinch holatda bemor ko'rilishi shart. Lekin hamma holat ham shoshilinch emas. Mana buni ham to'g'ri tushunish kerak. Masalan, 69 yoshli odamda tizzasi bir necha yildan beri og'riydi. Yurishi qiyin, lekin isitma yo'q, shish keskin emas, yiqilish bo'lmagan. Bu rejali ko'rik bo'lishi mumkin. Bunday bemor avval oilaviy shifokorga boradi. Kerakli tahlillarni topshiradi. Rentgen yoki ultratovush tekshiruvi qilinadi. Keyin travmatolog yoki revmatologga yo'naltiriladi. Agar shifoxonaga yotish zarur bo'lsa, yo'llanma rasmiylashtiriladi. Bu yerda nega darhol yotqizishmadi deb janjal qilish har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki rejali davolanishning o'z tartibi bor. Yana bir real holatni olaylik. 82 yoshli buvida qon bosimi yillar davomida baland. Dorilarni ba'zan ichadi, ba'zan unutadi. Bir kuni bosim 1000 chiqdi, lekin hushida, ko'krak og'rig'i yo'q, nafas olishi normal.
Bu holatda shifokor dorini to'g'rilashi, uy sharoitida kuzatishni belgilashi mumkin. Lekin bosim 2:20 ga chiqsa, bosh og'rig'i kuchli bo'lsa, ko'rish xiralashsa, qusish bo'lsa, ko'krak og'risa yoki hush chalkashsa, bu allaqachon xavfli holat. Demak, raqamning o'zi emas, bemorning umumiy ahvoli ham muhim. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan qariyalarni aytaman. Ular ko'pincha og'riqni yashiradi, bolalarni bezovta qilmaydi, dorini o'sishadi. Ikkinchi guruh qand diabeti borlar. Ularda yara bitishi qiyin, infeksiya tez tarqaladi, oyoqdagi kichkina yara ham katta muammoga aylanishi mumkin. Uchinchi guruh yurak, buyrak, jigar, o'pka kasalligi borlar. To'rtinchi guruh yaqinda operatsiya bo'lgan yoki yiqilgan keksalar. Beshinchi guruh xotirasi pasaygan, demensiya belgilari bor odamlar. Ular og'riqni aniq aytib bera olmaydi. Shuning uchun qarindoshlar ko'proq kuzatish kerak. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar bemorda yengil shamollash, yillar davomida bor bel og'rig'i, barqaror holatdagi surunkali kasallik, oddiy tekshiruv yoki dori yozdirish masalasi bo'lsa, har safar shifoxonaga yugurish shart emas. Oilaviy shifokor, poliklinika, kunduzgi statsionar, to'r mutaxassis qabulidan to'g'ri foydalanish kerak. Chunki shifoxona yotoqlari cheklangan. U yer birinchi navbatda doimiy kuzatuv, muolaja, kislorod infuziya, operatsiya yoki shoshilinch nazorat kerak bo'lgan bemorlar uchun ajratiladi. Endi eng muhim noziklik, og'zaki rad javobi bilan hech qachon cheklanib qolmang. Joy yo'q, qabul qilmaymiz, yoshi katta ekan. Bu bizning profil emas. Boshqa joyga boring degan gaplarni eshitsangiz, xotirjam ohangda so'rang. Bemorni kim ko'rdi? Tashxis qanday, ahvoli qanday baholandi? Rad etish sababi nima? Qayerga murojaat qilish kerak? Bular tibbiy hujjatda yozildimi? Agar haqiqatdan ham u muassasa bemorni qabul qila olmasa, ular qayerga borishni aniq aytish va imkon qadar yo'naltirish kerak. Ikkinchi noziklik, joy yo'q degani yordam yo'q degani emas. Agar bemor shoshilinch bo'lsa, uni qabul bo'limida ko'rish, birlamchi yordam ko'rsatish, ahvolini barqarorlashtirish, zarur bo'lsa boshqa muassasaga o'tkazish masalasi ko'rilishi kerak. Masalan, 8 yoshli odam nafas yetishmovchiligi bilan keldi. Palatada bo'sh joy yo'q bo'lishi mumkin, lekin bu bemorni koridordan qaytarib yuborish kerak degani emas. Avval kislorod saturatsiya tekshiruvi, rentgen yoki boshqa tekshiruvlar, shifokor ko'rigi, keyin qaror bo'lishi kerak. Uchinchi noziklik, pullik va bepul xizmatlarni chaqashtirmang. Ayrim tekshiruvlar davlat tartibi bo'yicha bepul bo'lishi, ayrimlari navbat asosida, ayrimlari pullik bo'lishi mumkin. Lekin shoshilinch hayotiy yordam masalasida pul birinchi shartga aylanmasligi kerak. Agar sizdan to'lov talab qilinsa, nimaga to'lov qilinayotganini aniq so'rang. Ko'rik uchunmi? Analiz uchunmi? Palata uchunmi? Dori uchunmi? Xizmat turi qaysi hujjatga asosan pullik? Chek yoki rasmiy kvitantsiyasiz pul bermang. Shunaqa bo'ladi, tezroq bitadi degan norasmiy gaplar keyinchalik sizni himoyasiz qoldiradi. To'rtinchi noziklik, yo'llanma masalasi. Rejali yotish uchun yo'llanma ko'p hollarda kerak bo'ladi. Yo'llanmada bemorning tashxisi, qaysi mutaxassisga yuborilayotgani, qanday tekshiruvlar o'tkazilgani, nima sababdan statsionar kerakligi yozilishi lozim. Agar yo'llanma to'liq bo'lmasa, shifoxona qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Shuning uchun qariya odamni olib yurishdan oldin poliklinikada hujjatlarni tekshirtiring. Ko'p oilalar aynan shu yerda qiynaladi. Pasport bor, lekin ambulator karta yo'q. Analiz bor, lekin muddati o'tgan. EKG bor, lekin xulosa yozilmagan. Yo'llanma bor, lekin muhr yoki shifokor imzosi yetishmaydi. 5-noziklik, qariya bemorda bir nechta kasallik birga keladi. Masalan, odamda yurak yetishmovchiligi, qandli diabet, buyrak muammosi va yuqori qon bosimi bo'lishi mumkin. Bunday bemorni faqat bitta belgiga qarab baholash xato. Agar oyoq shishgan bo'lsa, bu faqat qarilik emas. Yurak yoki buyrak muammosi bo'lishi mumkin. Agar ishtaha yo'qolsa, bu faqat kayfiyati yo'q emas, infeksiya, dori ta'siri yoki ichki kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim qarindoshlarga aytaman. Shifokorga hammasi joyida, faqat yoshi katta demang. Barcha belgilarni sanab bering. 6-noziklik, dorilar ro'yxati. Qariya odamlar ko'pincha 5-6 xil dori ichadi. Biri bosimga, biri qandga, biri yurakka, biri qon suyultirishga, biri uyquga. Shifokor bemorni ko'rganida dorilarni bilmasa, noto'g'ri qaror chiqishi mumkin. Masalan, qon suyultiruvchi dori ichadigan odam yiqilib boshini urgan bo'lsa, tashqaridan hammasi yaxshi ko'rinsa ham, ichki qon ketish xavfi bo'lishi mumkin. Yoki buyragi yaxshi ishlamaydigan bemorga oddiy og'riq qoldiruvchi dori ham zarar qilishi mumkin.
Shuning uchun dorilar nomi va dozasini yozib yuring. 7-noziklik. Davolab bo'lmaydi degan gap bilan kasallik surunkali degan gapni farqlash kerak. Ba'zi kasalliklarni butunlay yo'qotib yuborish qiyin, lekin bemorning og'rig'ini kamaytirish, nafasini yengillashtirish, bosimini nazorat qilish. Infeksiyani davolash, hayot sifatini yaxshilash mumkin. Keksa odamga endi yosh o'tgan nima qilamiz deb qarash insoniy ham emas, professional ham emas. Tibbiyotning vazifasi faqat yosh odamni oyoqqa turg'izish emas. Keksaning azobini kamaytirish hamdir. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, uyda qariya odam uchun tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, tibbiy sug'urta yoki tegishli hujjatlar bo'lsa, ularning nusxasi. Ambulator kartadan ko'chirmalar, oxirgi analizlar, EKG, ultratovush, rentgen javoblari, oldingi kasalxonadan chiqish xulosalari, allergiya haqidagi ma'lumot, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati bo'lsin. Bu papka favqulodda vaziyatda 30 daqiqa emas, 3 daqiqada qo'lga olinishi kerak. Ikkinchi qadam, alomatlar kundaligini yuriting. Masalan, qon bosimi qachon ko'tarildi, necha bo'ldi, qaysi dori ichildi, qand miqdori qancha chiqdi. Isitma qachondan beri, og'riq qayerda, nafas qisilishi qachon kuchayadi. Shifokor oldida kechadan beri yomon degandan ko'ra, kecha soat 20 da bosim 190-100 bo'ldi, kap topiril ishdi. 1 daqiqadan keyin 195 bo'ldi. Kechasi nafas qisildi deb aytsangiz, yordam ancha aniq bo'ladi. Uchinchi qadam, shoshilinch belgilarini yodlab oling. Ko'krak og'rig'i, nafas yetishmasligi, hushdan ketish, insult belgilari, to'xtamaydigan qon ketish, kuchli qorin og'rig'i, yuqori isitma va karaxtlik, qon juda tushib yoki ko'tarilib hush buzilishi, yiqilishdan keyin kuchli og'riq bo'lsa, tez yordam chaqiring. Telefon qilganda yoshini, asosiy kasalligini, hozirgi belgilarini, bosim yoki qand raqamini aniq ayting. Ahvoli yomon deyish yetarli emas, belgini aytish kerak. 4-qadam, poliklinikaga borganda yozma iz qoldiring. Agar siz rejali yotish, mutaxassis ko'rigi yoki tekshiruv so'rasangiz, murojaatingiz ro'yxatga olinganiga e'tibor bering. Zarur bo'lsa ariza yozing. Falonchi bemorni ko'rikdan o'tkazish, tashxisini aniqlash va statsionar davolanishga ehtiyoj bor yo'qligini hal qilishni so'rayman. Arizada sana bemorning FISH, tug'ilgan yili, manzil, telefon raqam bo'lsin. Nusxasini o'zingizda saqlang. 5-qadam, rad javobi bo'lsa, yozma asos so'rang. Men buni janjal uchun emas, tartib uchun aytaman. Xotirjam gapiring. Iltimos. Bemor ko'rilgani, holati baholangani va nima sababdan yotqizilmagan haqida yozma xulosa bering. Agar ular boshqa muassasaga borishni aytsa, qaysi muassasa, qaysi bo'lim, qanday tashxis bilan, qanday transportda borish kerakligini aniqlang. Shoshilinch bemorni qarindoshining shaxsiy mashinasida uzoq joyga yuborish har doim ham to'g'ri emas. Ba'zan tibbiy kuzatuv kerak bo'ladi. 6-qadam, tuman sog'liqni saqlash bo'limi. Muassasa rahbariyati yoki ishonch telefonlariga murojaat qilishdan qo'rqmang. Lekin murojaat aniq bo'lsin. Bizni qarashmadi degandan ko'ra, 70 yoshli bemor falon sana, falon vaqtda qabul bo'limiga olib borildi. Nafas qisishi bor edi. Saturatsiya o'lchanmadi yoki xulosa berilmadi, yozma rad javobi berilmadi desangiz, masala jiddiy ko'riladi. Hissiyot emas, fakt kuchli ishlaydi. 7-qadam, qariyaning o'zini ham tayyorlang. Ko'p keksalar shifokor oldida yaxshiman deb turadi. Uyga kelgach esa og'rig'ini aytadi. Uyalish, shifokorni bezovta qilmaslik, bolalarga yuk bo'lmaslik hissi kuchli bo'ladi. Shuning uchun oldindan tushuntiring, qayeri og'riyapti, qachondan beri qaysi dori yordam bermadi, yiqilganmi, siydik va ich kelishi qanday, ishtaha bormi, bularni yashirmasdan aytish kerak. Shifokor folbin emas. Ma'lumot qancha aniq bo'lsa, qaror ham shuncha to'g'ri bo'ladi. 8-qadam, uyda o'zboshimchalik bilan kuchli dori bermang. Ayniqsa antibiotik, ukol, gormonal dori, qon suyultiruvchi, kuchli og'riq qoldiruvchi dorilarni shifokorsiz boshlash xavfli. Qariya organizmida buyrak va jigar dorini sekin chiqarishi mumkin, yon ta'sir kuchliroq bo'ladi. Masalan, oddiy deb o'ylangan og'riq qoldiruvchi oshqozondan qon ketishiga olib kelishi mumkin. Uyqu dorisi yiqilishga sabab bo'lishi mumkin. Antibiotik noto'g'ri tanlansa, infeksiya yashirinib, keyin og'irlashadi. 9-qadam, kasalxonaga borganingizda bitta odam mas'ul bo'lsin. Har bir qarindosh alohida gapirsa, ma'lumot chalkashadi. Bitta odam shifokor bilan gaplashsin, yozib borsin, dorilarni so'rasin, tahlil natijalarini olsin. Savollarni oldindan tayyorlang. Tashxis nima, xavf darajasi qanday, qaysi tekshiruv kerak, yotish zarurmi? Uyga ruxsat berilsa nimalarga e'tibor beramiz? Qaysi belgida qaytib kelamiz?
Dorilar qanday ichiladi? Keyingi ko'rik qachon? 10-qadam. Qariya odamni faqat shifoxona davolaydi degan fikrga bog'lab qo'ymang. Ba'zan eng yaxshi yordam doimiy kuzatuv, to'g'ri dori, ovqatlanish, reabilitatsiya, uy xavfsizligini ta'minlash, bosim va qonni nazorat qilish bo'ladi. Masalan, insultdan keyin bemor bir necha kun shifoxonada yotadi. Lekin asosiy tiklanish uyda va reabilitatsiya davom etadi. Tizza og'rig'ida ham faqat ukol emas, vazn nazorati, mashqlar, most po'shabzal, xavfsiz yurish vositalari kerak bo'ladi. Demak, davolanish faqat palata bilan o'lchanmaydi. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Qariya odamni faqat yosh uchun davolashdan chetga chiqarish mumkin emas. Shoshilinch holatda yordam ko'rsatilishi kerak. Rejali holatda esa yo'llanma, hujjat. Tekshiruv va navbat tartibiga amal qilinadi. Muammo ko'pincha huquqni bilmaslik, hujjat tayyor emasligi, og'zaki rad javobiga ishonib ketish va belgilarni kay bog'lashdan kelib chiqadi. Sizdan iltimosim, bu videoni faqat ko'rib qo'ymang. Uyingizdagi keksa insonning hujjatlarini tartibga keltiring. Dorilar ro'yxatini yozing. Shoshilinch belgilarni yodda saqlang. Agar kasalxonada tushunarsiz, yangi qo'ydi desa, xotirjamlik bilan yozma tushuntirish va tibbiy xulosa so'rang. O'z fikringizni izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz shifoxonada shunday holatga duch kelganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga sog'liq, huquq va amaliy hayotda kerak bo'ladigan ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.